Farg'ona shahrining markazidan eski qadimiy haqiqiy bir boylardan uy bo'lgan ajoyib uy topib qo'ydim. Azizlar, Farg'onaning eng markazida Permas ko'chada joylashgan ushbu uy. Qarang. Juda ham 8 sotili uy. Buni xohlang shuni chiroyli milliy o'zimiz uslubda qurgan vaqt kelganda bu uyda o'zimizni yaxshi bir taniqli insonlarning uyi bo'lgan. Qarang uyda shunaqa baquvvat qurilgan. Endi umuman men kirib hozir hayratda qoldim. Pastlarda mana bu xonalar bor, podvallar bor. Tepada juda ham chiroyli bir nimalar bor, xonalar bor. Mana bu milliy qaranglar, naqshlar bilan qilingan uy bor. Bu uyimizni 8 sotik tiniq 20 ga 40 joyda joylashgan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ushbu uyda bunaqa uylar hozir yo'q. Juda ham arzon. 175 ming so'rayapti uy egalari, kami bor deyapti. Bu yerda gostinitsa qilishingiz mumkin, yoki bog'cha sifatida foydalanishingiz mumkin, yoki bo'lsam bu yerda katta bitta restoran qilsangiz ham bo'ladi. Milliy turistlar kelyapti. Juda ham chiroyli bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, pastga raqamlarga qilinglar, batafsil ma'lumot berib o'tamiz azizlar.